هذا رسول الله هذا حبيب الله هذا رسول الله هذا حبيب الله هذا حبيب الله هذا حبيب الله Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. Mana bu Resulullah programımızın 8. sanını görüşünlerden kızgın karşılayımız. Ben Abdullah Yalqun. Qadirli görürmelerimiz hem Allah'a malum boğandak biz bu uluq ay başlanğan tuncu gündün başlap bu güzel ayının şarapetinden, peziltinden bahirlengeç bizge en ülgü boğan, birden bir ülgümüz boğan Resulümüz, süyümlük peygamberimiz, gözümüzden nuru boğan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin hayatını bir kadar tefsiri halette onun ahlakını öğünüp hayatımızı tatbiklaş için başlayan bir programımız. Bugün inşallah Rabbimizin müyesser kılışı bilen 8. sanında turuptumuz. Rabbim inşallah Ramazan ruhusundan ibaret bu büyük ibadetini ve başka barlık emellerimizin kabul kılış bilen birge süymlü peygamberimizin bütün biz kolumuzdan gelgen barlık işlerini hayatımızı özleştiriş bilen nayeti bir isil müminlerden, Müslümanlardan bulup yaşaşkı müyesser kılışını soraş bilen programımızı başlayımız. Bugün yani programımızın daimlik mihmini boğan Şarkı Türkistan Ölümalar Birliği azası, tunuşluk, tunulgan davetçi hürmetli Ustaz Habibullah Kösani'nin teklif kıldık. Hürmetli vaxtını çıkarıp keppegellik için aldı bilen köptün köp rahmet ediniz. Sizlerge rahmet. Allah Ramazan'da rozalarını kabul kılsın inşallah. Bütün cemaatimizden. Allah razı olsun. Hepimizden kabul kılsın inşallah. Bir vasıta Ustaz programına girsek yani degenimizdek bugünkü programımızın baş teması Resulullah ve Mihman. Yani biz katılıkla neşep bunu bir asıl deyiraz. Ekran aldı çıkıyotkan numaralık bizden erkanlık sualına bu sorana ilgili aldığımızdaki programına cevap verişki tercihimiz inşallah. Programını köp kırındaşımızın paydında şunan bahirleşenlerine ümit kılımız. Hemmizge malum biz mi hem tarihten ben Mihman dostu halk dep tunulgan bir halk biz mi? Her bir işimizde Resulümüzü ülge etmeye vatkan miyaşkı buyurulgan müminler, Müslümanlar bunu sütümüz bilen dinimizde hem bu hatta biz ilgili programlarımızı sözüldük, hoşlarının hakkı, oruq tuqqan hakkı Mihman'a boğan bu edep ahlakını biz Resulümüzün ögünüş için bugün biz Resulullah ve Mihman degen bu ünvan bilen programımızı başlasak Peygamber aleyhisselam Mihman'a qandaq muamele qiladi degan şunu kirsek. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin vel aqibatu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina ve habibina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Hem de bu mihmandarçılık bu bir halk dünyanın hem kişilerin dünyadaki barlık kişilerin medeniyeti babı olan bir mesele. Ama İslam'ımızda bu nayet bir muhim mesele. Bulup mu sil bizdek bir şarait yaşavatkan Uygurlar için, bulup mu çetellik Uygurlar için nayet muhim bir mesele qatarda hesaplandı. Anda burun qaraydigan bolsak biz acayip bir mehmando'st, acayip mehmanni yaxshi ko'radigan, hatta apamning bir so'zi bor. Bolam mana shu mehmanni ikki perishta qo'ltig'idan yo'lab akilamish deb apam ashta deb bergan menga. Anda bu mehmandarchilik masalasida chet elda deganim, chet elda mush ish suslab ketib bardimdi. Chet elda mush suslab ketib bardi. Biz o'zimizningki kimligini, örf odatini, dinimizni, Uyg'urligimizni saqlab qolish uchun farzandlarimizningki shu Uyg'urligimizni saqlab qolish uchun mehmondarchilikdan bo'lgan bizningki bu Uyg'ur madaniyatini saqlab qolish nihoyat muhim. Endi bu mehmondarchilik bizningki dinimizning bir parchasi, Uyg'urlikning bir parchasi. Şunağa maş uluq Ramazan-ı Kerim münasebetinden Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'nin meyli mihman bolsun, meyli sahipxan bolsun, qandaq qılatdi bunu bilib olish nayet muhim. Hatta bu vaqtda Qur'on-i Kerim'de bu nayet muhim tilg'ilingan İbrahim aleyhisselam'dan qandaq bir sahipxan ekanligini tilg'agan. Biz bevosita temaga kiraylik. Endi mushu Rasululloh mehmon qandaq muomala qiladi degan chog'da meningki o'zimga bir ta'sir qilgan bir shu. Baş Resulullah'ın hayatını okuğa vaxtıda Resulullah tuncu ve hikilip, Resulullah naati temtirep,
bu qo'qab nemuman kelgan bir odam keliblam yoqamni tutib o'qadayotdi deb qo'qab uy kelib kirib men o'zimda ansirab qoldim, menga bir ish bo'ldigan o'xshaydi degan chaqda Xadicha onamizning bergan javobida kalla valloh hargizmi sen bir ish bo'lmaydi. Alloh bilan qasam qilay. Sen xush bisharat al. Deb nima uchun sana bir ish bo'lmaydi desa, buning sababini deydi. Allah seni hargiz rasvo qilmaydi, sen ish bo'lmaydi. Chunki birinchisi innaka latasilur rahma deydi. Birinchisi sen tuqqanlaringga noati yaxshi tuqqandarchilik qilsa. Ikkinchisi gap qilsang rost gap qilsa. Üçüncüsü acizlarga yordam qilsa. To'rtinchisi mehmonlarga noati mehmon do'stsan. Beşincisi sen haq taraf turdigan odam. Shuning uchun sen mumkin emas Alloh seni rasvo qilmaydi dedi. Men bu o'yladim, Xadicha onamiz ma ishni nadim bilgan. Xadicha onamiz Makka ahli mashhur kitob o'qimaydi. Yani bularda bir samaviy kitap yok yoki bir hayotida bir ularning madaniyat aloqador bir kitob o'qimaydigan millat. Xadicha onamiz Xristian emas, Yahud emas. Mushni nadim bildi deb o'yladim-chu. Men bundan bunda xulos chiqardim. Mush Xadicha onamiz tajribelik ayol edi. Tijorat qilib, sha ko'rib qolgan. Mushundaq ishlarni qilgan odamni tarix xo'rlamaydigan tarixda bundaq adamlar xo'rinib qolmaydigan, bundaq adamlarni beshiga balo kelmaydigan, bu xildagi adamlarning har xil baloya apatildan jiroq bo'lganligini shu hayot tajribasidan eganligan. Chunki rost gap shu tarixda mushundaq mehmondo'st, tuqquni yaxshi ko'rgan odamlar mush dunyodami aziz bo'ldi, nayte izzat obro' bilan yashaydi. Shuning uchun mushundaq bir mehmondo'stlikning mushundaq bir fazilati bor. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam bo'lsa mehmon do'stlikni iymonning bir qismi qildi. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu. Allohga qiyomatga iymon etgan odam mehminni noati yaxshi kutib olsin, hurmat qilsin, ya'ni yaxshi kutib olsin deydi. Hamda Rasul akram sallallohu alayhi vasallamdan ayyul islami xayr deb qandoq islom yaxshi debdi, tut'imut ta'am va tubshis salam. Yani islomdagi eng afzal, eng yaxshi ish qaysi deb so'raganda tamoq yegizish deb javob bergan. Yani mehmon chaqirib, mehmon do'st bo'lib, ojiz miskinlarga tamoq qo'ramsa, ish qilib do'stlarini chaqiramsa, mushtaq o'zaro bunda tamoq yeb o'ltirish islomdagi eng afzal amal qatoridan hisoblangan. Hamda Rasul akram sallallohu alayhi vasallam mushu mehmon do'st odamni insonlarning eng yaxshisi degan. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam Ibn Abbas radhiyallohu anhu shundaq deydi. Rasul sallallohu alayhi vasallam Tabuk kunisi bir nutq so'zildi deydi. Xutba o'qidi, nutq so'zildi. Nutq so'zlab shundaq bir odamlar borki, atni eliblam, atning chilvigirdan tutiblam, Alloh yo'lida jihad qilib başkalarının gap sözlerden, uşak sözlerden jiroq bo'lgan ma adam ve hem bir adam bakya şu chat yizlarda badi deb qo'ydi. Sahralarda o'zining qo'y bilan yashab, mehmon kasinati, mehmon do'st bo'lib, shu mehmonni ado qilgan odamdan yaxshi odam yo'q. Mujohidlar ikkisini o'xshash qiladi yana. Eng nochadan birisi mujohid, ikkinchisi shu mehmonni yaxshi kutib, mehmonni haqqini bergan odam deb Rasululloh mehmon do'st odamni insonlarchilik eng yaxshi inson deb sifatladi dedi. Şununla mesela tövendeki bir vakalikni bayan qilsak, Rasulullah'ın ne kadar mehmon do'stligini bilalaymiz endi. Hatta Rasulullah mehmon qilish har qanday musulmonning majburiyatidir. Laylatud dayfi haqqun ala kulli muslim. Musulmonni bir kech mehmon qilish har qanday bir musulmonga vojib. Arablar jahiliyatda mana 3 kungacha bir aydan mehmon kelsa hatta kim ismini so'rmaydi-ku. Shundan bir kech kunduz mehmon qilish farz, 3 kun mehmon qilish sunnat. Tamam? Hatta mehmon qilmasa bir sahobalar kelgan, "Ya Rasululloh, palon-paloniga boramiz, bizni mehmon qilmaydi" desa, haqqini e'lonla degan. O'zingni qo'sog'ini uyda ashyo'sidan bo'lsa ep yesanglar bo'ldi degan. Hamda masalan Rasulullahning g'ujdori Savban radhiyallohu anhu shundaq deydi. Bizga bir sahrodan bir mehmon keldi deydi.
Şan Peygamber Aleyhisselam olturuşup, küllüşüp, paranlaşıp, u yerdeki Müslümanların ahvali qandaq, İslamga bo'lgan ahvali qandaq, namozni qandaroq degan, voy bak yaxshi, bular islomga kirganlikdan, islom bilan tunishganlikdan shunda o'zini baxtli his qildi. Namozga shunda yaxshi yig'ildi degan Rasululloh oyati chiroyi nurlanib, xo'shalolab ketdi. Ajab gaplashib o'ltirib, shundan toza shu kun tush bo'ldi dedi. Kun tush bo'ldi degan gap tamoq vaqt bo'ldi degan gapda. Tamoq vaqt bo'ldi. Şunun olan Peygamber Aleyhisselam beni mehbi şunu mıdak çaqadı deydi. Mihmana tuyutmay çaqırıp darhal Ayşe ananı kaşıqırıp da mihman bağı dedi deydi. Mihman bağı dedi. Şununla ben Ayşe anamızın kaşıqırıp mihman bağlığına haber kılsam Allah peygamberini peygamber kılıp evetken Allah olan kasem ki öyle hiç nimi yok. Hiç nimi yok. Homum yok yani. Hiç nimi yok dedi. Başka ayağını kırıp Peygamber Aleyhisselam'dan şu bir ayağının hemmesini görsem öyle işlemi yok dedi. Öyle baksana. Ya Allah. Yani bizim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizning bir ay, 2 ay, 3 aygacha o't yıkılmaydı Resulullah deb ayollardan bahsini diyor. Yani şunun acaba Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den hem de şu düşenmegenler, bilmegenler oylap baksana. Hazır bir kichkina bir ilqi kenetki başlık o adamның halı qaraslar nemish qildi şu dünyada. Bir kenet başlık adam özünün nefsi için yeydiğanını, kiydiğanını, minidiğanını, olturduğanını, aşını her xil usullardan deydi de bu dünyada muşnun için başlık olmasak nemi için başlık olmaz biz dep aşında şu yaşaydı hem de. Resulullah 9, 10, 11 ayağını yükürse peygamberine peygamber kılıp evetken Allah olan kasam ki öyle sudan başka bir nesi yok. Şundan Resulullah qanda qilaman deb gapni uzatıp, onu qilib, bunu qilib turdi. Ma adam aqlli adam kenda, ma saraliq adam. Ya Resulullah, bizningki ahvolimiz shaharlikka o'xshamaymiz biz. Biz yezdikilar, unda azroq suv olsa, shuni Allohning bizga bergan cho'ng ne'mat deb bilamiz. Deyishga boshladi-da. Ashta deb turishga shon bilan Rasulullahninki yenidan Rasulullahning bir 3-4 öçküsü varken de. Öçkünün içinde tek abiya yani şu mihmandan burun sığıp içi varken samra deydiğen bir öçkü varken. Peygamber Aleyhisselam ötkenken samra deyip çakasa öçkü asla Peygamber Aleyhisselam kaçak gelirken. Peygamber Aleyhisselam sütlüğünü Resulullah'ın. Resulullah şuna onun sütlüğünü yani yılın deyip koyumuz o. Yılını şunda sılaplam şu olan sığıp ilik mihmanını aşağıla mihman kallık doğrulukta yani vakalik vardı. Demek Resulullah mana şundak alaqı şu derecede yok demey, ba demey, muş derecede mehman kıladı. Bulup mu? Mişadeni muhim bir iş bileme masala boğan cevabını tüketeyim. Muş yaman küllerde hiç kim mehman kılmasa Resulullah mehman kıldı. Ben nime için bundayım desem bana çatta lazır. Bizden mal mülkümüz. Hatta sahabelerinin kaşıqalqa üyge ensirep ketdi o sahabeler. Bir muncha cemaatni başlaplam bana palanı mehman var. O vakalikim var mı? Muşu yaman küllerde bir şunu Miqdad ibn al-Sana, Miqdad ibn al-Aswad radıyallahu anh şuna dedi. Men ve mening bir dostum Medine'ye keldik dedi. Açlıktan küzümüz kömegide kulaklarımız anlamalık derecede aç kaldık dedi. Şunu biz onun kaşığa, bunun kaşığa berip baktık dedi. Biz hiç kim iman kılmadı. Şunu olan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e kaşığa kılıp ya Resulullah biz aç kaldık dedim dedi. Aç kaldık, onun kaşığı, bunun kaşığı berip baktık. Hiç kim benim iman kılmadı depti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizni uyga apadı. Uyda oğlak vakandık. Şu oğlaktan bizi sığıp edi. Biz haseldim tatlıq bu sütünü içip haseldim tatlıq etiketti. Endi bakarıslar, mişadi hiç kim iman kılsa Resulullah iman kıldı. Bunu nemin düşünümüz degan çağda vatanda hemmimizning puli vati, beli vati, hemmimiz mehmon do'stdik. Chetaliga chiqib hech kim mehmon xo'sh yoqmaydigan bir ahvol yuz beryapti hozircha. Ayollarimizga mehmon xo'sh yoqmaydigan. Hatto bizga mehmon xo'sh yoqmaydigan ana qilsak bo'lmaydi. Bu biz aldılar biz İslam etimiz. İkinci bizning ittifoqimiz, ömlükimiz, uyg'umimizdan saqlab qoldigan muhim amillardan bir muhim amil. Üçüncüsü mümin diye muşdak ağır günlerle silindi. O vatandaş çağda sil iman kılsın, ben iman kılayım, sil on koy iman kılsın, jim koyluk iman kılayım. O kaldı. Hakiki iş mana az vakt mühim.
Şunun uchun ma qarindoshlarimiz mana mehmon do'stlikni bizning bolalarimizga bundoq to'lis oshxona mehmon qilishni o'rganib oldik hamda. Aslida Uyg'urning urf-odatida uyga akirib barakat degan asli uyda-da. Men bir oxunimning tablig'ida anglab qoldim. Bir uyga bir mehmon qilib chiqassa dedi. Shu uydan ziyonli hasharotlar, ash jin shayatullar, balay ofatlar mehmon bilan o'xshash chiqdi-da. Agar uyning egisi buning chiqayotganligini ko'rsa, uylarga davomli mehmon keldi deb mana bir oxunim bir bu payg'ambar sollallohu hadis ekan bu. Ayda davatidi. Ma hadisning o'zining oxunim o'shada tabliq qildi hamda. Ash uydagi havom, davob ashu butun balay afat, musibatlar mehmon bilan tang chiqdi deydi. Tamam. Shuning uchun bo'libmi men dedim bu xo'sh bizning Uyg'urlikni saqlab qolish masalasi. Uyga akilib bo'saliq qashqash chilabchida qulig'i tamoqdan burun bir soni qo'jib, tamoq yeb bo'lgandan keyin bir soni qo'jib, nima topa olsak, bug'doyning bo'lmasa bug'doy so'zing yo'qmi degandek, shu biz hozir vatanda bizni Xitoylar zo'ravonlik bilan yo'qitib olsa, biz miniyada o'zimizning madaniyati, mehmon do'stlikdan iborat, butun dunyoga Uyg'ur mehmon do'stlar degan bizning nomimiz bor. Alhamdulillah hazırçılık Araplar deydi vatanga berib qolganlar Hazrat Sulbek mehmon do'stlar. Mushni texim saqlab qilish. Mushu Ramazonda qarindoshlarimiz bizning bu dastigan so'zlayotgan darslarimiz mushu maqsad mushu. Sen bir musulmon, sen bir Uyg'ur. Bu isil urf-odatingni hargiz unutma. Müşahadamda ba'zi shu xiyolim keldi-da hozir. Biz Uyg'ur xalqining hamda tarixda men mehmon do'stligimiz, biz chet elga chiqqandan keyin nurg'un yerni ko'rdik, Turkiyada yashayapmiz. Masalan, Turkiyada normalda birisini mehmon qilish, bir choy bilan mehmon qismi beni ikrom etdi deb cho'qa. Uyga borsa choy ya bir ta 2-3 tal tatliq. Shuning bilan men de mehmon bo'lib keldik ham normalda. Bizning oilada chaqirishimiz masalan bir muncha odam chaqirsa dasturxonning liqlig'i, tomoqning turlarining xillig'i normalda asli qoida bo'yicha normalda masalan men kunlik turmushimda qanday yashayotgan bo'lsam, shu kuni itildigan tomoqdan mehmon kelsa, unga ozroqlam tomoqni berishga qo'shiblam ko'p etmay biz normalda oylab yillab etmaydigan tomoqni mehmon kelsa bo'lishga etib bir mehmon chaqirsa bizning ayollarimiz 2 kun og'rib qolgan darajada bo'lgandan keyin o'sha Turkiyadagi bir tunilgan bir olimning bir darsini anglab qoldim men qaysi kuni. Bunda mehmon bu yilqi sunnatdagi mehmon chaqirish bu emas. Agar sizning ayoling mehmonni chaqirib olib, yarim kun qochiydigan shib qolib qolsa yoki 2 kun og'rib qoldi, shib qolib qolsa, bu sunnat emas u. Sen shu normal hayotingda sen qanday yashayotgan inson bo'lsang, shu yashayotgan o'zingning yeydigan tamoqiga mukallaf qilsang bo'lmaydi. Shu yeyotgan tamoqingga ozroq qo'shib, shu mehmonga tushliq narsani qo'shib hech bir ish o'zgarish olmasa kerak uyda deb shuna deganni anglab qoldim. Bizga selishtirsak biz ba'zida bir oshiritamdoq mehmondorchilikdan. Biz musulmonlar har qanday ishda o'ttiral bo'lishga buyurilgan. Har qanday ishda o'ttiral bo'lishga buyurilgan. Ondan keyin bu ishmo har bir oilaningki saviyasi qarta, ya'ni bu moddiy saviyasi qarta bo'ldi. Hamda bizni qilishga buyurilgan. Mehmon ichida shu tomoqni yaxshi qildi. Israf qilish xato. Anda bo'lsa, har qanday ish mana mehmondorchi. Endi bak o'zimizni zo'rlab bir ish qilib olsak, shuni bir chaqirib, 2 og'rib qilib, undan keyin yo'qolib ketadigan ish chiqadi. Men bu ütimiz hozir payg'ambar alayhisalom bir sohibxon sifatida tunishtiryapmiz. Payg'ambar alayhisalom mehmon bo'lsa qanday qildi? Rasululloh agar meni bir qo'yning paqalchiqini silib chaqasman boratdim. Ayta hadis bor. Kichik bir qo'yning zapamda bir parchag'ini silib chaqasman boratdim degan g'ayratchi. Payg'ambar alayhisalomda bir qashtamoq qo'yib berganlar bor. Shuning uchun to'g'ri bu oddiy bo'lish, maqsad yemakda emas degan bir gapimiz bor. To'g'ri shuchu. Mehmonlarmi, mehmonlarga kelsa, nima qo'yib bersa, voy mashallah, alhamdulillah, Alloh rozi bo'lsin deyish kerak. Voy uni qilmabsa, buni qilmabsa, uni qilmabsa desa bu hattoki oddiy qilib qo'yibdi, bizning hurmatimizni qilmadi degan. Ya bu Rasulullohning axloqiga xilop. Rasulullohning axloqiga xilop. Xo'sh, Rasululloh tuyuqsiz mehmon kelsa qana qiladi? Chaqirilmagan yoki bunday ahvolda qana qiladi? Hamda mushaqda bir vaqalik bor. Bir kunsi Abu Hurayra radhiyallohu anhu naql qilgan bir hadis sharif bor. Bir kunsi bir mehmon kelib qoldi. Kelib qilib, men bak
yani halsizlanib ketdim dedi. İnni mechud dedi. Men qattiq halsizlanib Rasulullah ketdim. keldim. Ha, Rasulullah qashiga kelib, men halsiz deb. Am shu qashiga, bu ayolning qashiga admat vaqti hammasi uyda suvdan boshqa narsa yo'q bo'ldi. Yani Rasulullah hayotida 3 vaqt tamoqni 3 kun keyni-keydan qo'suq to'yib baxmagan dedi. Taş esip yürüdü Ha. ya açlıktan. Açlıktan qasıq taşınıb qaldıgan. Hatta Ayşe anımızınki ciyani Urva radıyallahu anhu, yani Asma binti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ınki Ayşe anımızınki ağaçısı Asma anımızın oğlu Urva radıyallahu anhu şundaqdaydı. O Ayşe bu sılın nimeyi aytdыңlar Peygamber Aleyhisselam vaqtida desa, tapalısaq apı unni aytdıq. Qanday aytdыңlar desa, aş apını suyunu qujuplam, şunu pişirib aytdıq deganken, o apını mana tasqap yemdіңlar desa, Muhammedning ailesi elgahning nimaligini bilmaydi. Yani elgah degan narsani Rasulullah hayotida ko'rib baxmagan deydi. O'ylab baxsizlar. Oylab mo'risdan is chiqmaydi. Qanday yaşaytan, yani bir hadiste qanday yaşaytanlar ise al-asvadayn. Al-asvadayn, naam. Sulan xoma. Tamam. Mana mush payg'ambarning ümmeti qilyapmiz. Biz payg'ambarimizdan shunda faxrlanamiz. Shuningmi dunyoda boshqa boshliqlarga so'rab baqsizlar. Uyni dunyoda hozir menda xalqi arab dunyosida yoki inqilob vodida uyni aqtusa manchi milliard dollar. Tamnuchusa manchi million dollar. Shunami? Rasulullah deydi. Rasulullah o'lib ketgan vaqtida qazdar alt dunyodan ketib qoldi ya. Shuning uchun ma payg'ambarni haqiqiy tunib yetsak, söymay amalimiz yo'qmi? Ma payg'ambarni tunigan odam söymay qolmaydi. Shuning uchun biz bu payg'ambarimizdan faxrlanamiz. Biz bu payg'ambarning umid bo'lgandan faxrlanamiz. Alloh subhanahu va taolo bu payg'ambarga o'z dargohidan rahmat, mag'firat ato qilsin. Allah o'zi bu payg'ambarga cheksiz durud salomlar bo'lsin. Bu payg'ambarga jonimiz, qonimiz fido bo'lsin. O'ylab baqsizlar. Oyisha onamiz deydi, Muhammadning oilasi uda 2 kun 3 kun to'yib baqqan emas deydi. Mushunda dunyodan yashab, shunda baxtlik, Allohning dinini yetkazib dunyodan ketdi. Mana bu payg'ambar. Xalqan bo'lsa dunyoning eng cho'ng, bütün hatta tağını altın qaylanib birisi Allah teklif qilgan. Arablar o'zi keldi ya, Arablar o'zi kelib, sen mana shu din degan gapni voz kessang, Arablarga podshoh qilaydi. Hammamizdan seni boy qilaydi. Arabning eng go'zal qizlarini olib berayli. Desin dedi. Qo'ylig'i o'kan quyoshni o'ng qo'limga, oyni so'l qo'limga olib bersang, ma aqidamdan, dinimdan voz kechmayman, ya mushu yo'lda g'alaba qilaman, ya o'lib Allohning oldiga ketaman. Shuning uchun mali valid dunyoda payg'ambar dunyo men bilan dunyoning nima aloqasi? Yani hayot degan shu. Yani Rasulullah pul bormidi, pul bordi. Qanday qildi desa, shu kap bo'g'ich atrofidagi odamlarga ehtiyojlarga taqib. Yani xotirjam undaq bir g'am yo'q. Bizda hozir o'zimiz xashagan pulni tepib, navrimiz xashagan pulni tepib, chavrimizning g'amini qilib yuramiz endi. Endi shuning bilan qanday olti mehmon kelib qolsa, shunday bir mehmon keldi. Kelib u ayol, bu ayolni hech qasdi bir narsa bo'lmagan ekan, masjid kirib Allah rahmet qilsin, bir mehmon bor, shuni kim mehmon qildi dedi. Rasulullah dua qildi. Allah rahmet qilsin, bir mehmon bor, kim mehmon qildi degan ansarlardan bir sahoba qo'pib, ya Rasulullah, men mehmon qilay deb u mehmonni uyga olib ketdi. Shuni ayoliga uyda bir narsa bormi debdi. Uyda shu yeydigan, kichik bola yeydigan, asraq bir nimeniki so'qmasi bor ekanda. Ballarning yemekligi var debdi. Bir amal qilib ballarni uxultong dedi. Bir amal qilib ballarni uxultong. Mehmon kirganda chiroqni o'chirib siltib qo'ying. Shundan xuddi ikkimiz yavatganda bir holatda bir yana bir rol o'ynayli. Deb shundan mehmonga chiroqni o'chirib, mehmonga balning tamoqini akilib, ayol ikkisi tamoq yeyotganda bir kayfiyatni to'g'dirib, mushunda qilib bir kecha o'tkazdi. Qora baqsa, ya'ni Rasulullohdan yo'qdi, sahobalardan yo'qdi, mushunda yashab ketgan. Shu sahobalar o'ylab baqsa, ashundaq bir qo'sqim, yigitchik yo'q sahobalar osh Makkadan
bizning jutumizgacha din taqatgan endi. 23 yil jarayonida yo'g'on bir davlatni qurib etgan. Ya'ni bizda iymon bo'lsa, g'ayrat bo'lsa, bizda yo'qlik bizga bana sabab bo'lmaydi endi. Şu açtaq beribdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem etiginsi falamma asbah dedi. Etiginsi bomdat qolganda bu Cibril Allah burun bu xabarni etkizib bo'ldi. Allah ma ishkanlik qilgan ishidan yoki ajoyib xursand bo'ldi. Qad ajiba deb. Rabbing xursand bo'ldi mashaaldan yoki kulib ketdi degan rivoyatim bor. Hem bir rivoyatda qilgandan kulib ketdi, xursand bo'ldi. Xo'sh. Demek yani sahabelarninki mushunda yo'qsizlikda mehmonni qanday qadrlaydigini mishadan chiqib turdi. Xo'sh, mehmondarchilikning adab qoidalari haqida so'z qo'yish to'g'ri kelsa. Hamda mehmondarchilikning adab qoidalaridan birisi chuqum uy kirgan vaqtida yaxshi salom bilan kirish, ikkinchisi mehmonning tamoqqa o'yin qo'ymaslik, üçüncüsü uyning hamma yeriga o uyninki masalan ayollarga, bolalarga mındaq paqirab qarab, uyga tafsili qarab mındaq qilmaslik. Bu bek muhim. Ba'zi men mashina ishni uchirdim. Men uyimga mehmon kelib, hatto hamda shu hijobliq, niqobliq ayollar kelib, uyimni resim tortib Facebook nimaga chiqirib tashandaq. Bu nadik axloq, nadik adab. Biri uyga kirganda salom bilan kirish, ham ishni chekib kirish, nima? Ish chekkanda udul turib chekmaymiz, ishni yeni turib chekamiz. Chunki udul turib cheksak, eshik ochilsa, biz ko'rishga tegish bo'lmagan narsaga ko'zimiz tushib qolishimiz mumkin. Ondan keyin qo'yib bergan tomoqni yeb, uzoq paranglashib o'tirmaslik. Chunki mehmondan boshqa ish bo'lishi mumkin. Mushaqta Rasulullohning gap qilsak natija qo'yamdi. Xo'sh. Shuning uchun adab axloqqa rioya qilib bismillah yeyish, oldidan yeyish, nima qo'yib bersa shuni yeyish, tomoq o'yin qo'ymaslik, uylarga tapsapsalib qaramaslik, u yerda ko'rgan bilganlarini sirtqa chiqib yaxshi gap bo'lsa deyish, yomon gap bo'lsa demaslik. Ba'zan uy ko'rsak buraydi ekan, uy ko'rsak oni qildi ekan emas. Sizning vazifang u emas. Degandek. Xo'sh. Hamda Rasululloh sahibxonga qanday muomala qildi? Hamda Rasul Akram sallallohu alayhi va sallam sahibxonga o'zininki nima qildi? Rasululloh har qanday odam chaqasi boradi. Kichik bola chaqasi boradi. Kichik bola. Oddiy tamoqlarga chaqasi boradi. Oddiy tamoq. Biznikida biz suv qashlab qo'ymizmi? Suv qash chaqasi boradi. Nayati kamtarlik bilan biznikida umash suv qashdan chaqirsak boradi. Masalan, shuna payg'ambar alayhisalom law du'itu ila kura'in wa law la ajabtu wa law uhdiya ilayya kura'un la qabiltu dedi. Qo'yning paqalchiqi, ya'ni shu biz pachaq deb qo'ymizmi alaqam? Qo'yning pachiqma gushboya emas, ya'ni pachiqi. Qo'yning pachiqiga chaqasa men baratdim, qo'yning pachiqini men bir hadiya qilsa qabul qiladi. Shunda kamtaramdi. Ya'ni o'ylab baqsa Allohning payg'ambari osmonda vahiy tushdi. Musulmonlar deydi, bir davlatning raisi u. Hozir tilasak bir davlatning raisi, bir davlatning mullisi, bir davlatning qo'mondoni, ummatning payg'ambarining davatgan gap ma'vo. Lekin bizga oddiy tuyuldi. Pachiq chaqasi boradi. Biz-chu biz. Shunaba biz azroq bir mansabning, azroq bir yuzi obro'yini egib olib qolsak, qana qilamiz ya? Ya'ni qarindoshlarimiz, bu bir dars, bu bir ibrat. Mana bu bizning payg'ambarimiz. Ya'ni bir simda qo'ynimda pachiqni, ütmagan pachiqni hadiya qilsam men qabul qilma dedi. Shuning uyimga mashta pachiq salganda borsam borma dedi. Mushunda muomala qildi. Rasululloh ibn Umar radhiyallohu shundaq deydi. من عبد الله بن رضي الله عنه دن أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها. Bir adam çağırsa beringlar. Deydi. Hatta deydi muş sahabe Peygamberler muşunda deydi. Şunun için bu sahabe toylarga her qanday çağırsa roz tutgan bolsun boradi deydi. Mesela naplı roz tutumuz emasmi? Voy men roz tutgan tem bugun deb chaqayaga bormaydigan sho'q, chaqayaga boradi. Naplı roz, napla sunnat u. Ammo chaqayaga berishcho vojib.
Şoň üçin roz tutuwasmy toylarga, başga nimelerge muş Peygamber Aleyhisselam'dan muş hadisiga asasen barat dedi. Bir günse Enes radıyallahu anh şundaq deydi. Bir günse Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bilen bir 13-12 yaşlıq balına qaşıq kirdik deydi. O balının yanında bir maşinçi vatı deydi. Yani çaqıb, yani demek ne aş bala bir qazanı mimanı çaqadı. Gulam degen çoqum 12-13 yaşdan kiçik. Oylap baksa. Şu çaqağantı badoq. Şonan a maşinçisi Resulullah'a bir mandaq bir tavaqta, yığaç tavaqta sarit degan tamaqni qo'yib berdi. Sarit degan gap, ya'ni go'sht, azroq go'sht, go'shtninki sho'rpisi uningga nonni ushaq uvab silib yeydigan tamoq. Shuni qo'yib berdi dedi. O'zim yemi dedi. Rasululloh qo'yib berib, o'zining ishini qilaverdi dedi. Payg'ambar qarasam shu tamoqdagi kavini ilg'ab yeyotdi. Shuningdan keyin men kavini bek amroq bo'lib qoldim deb Anas radhiyallohu anhu shunday dedi. Yani ash bal chaqasa bizcho oy bizga alaqanda bir bizga mandaq tulpun kelmedi yoki bizga bag'aq tegmedi, bizga uzdimidi. Har xil gaplarimiz bor endi. Agar bir 12 yoshlik bolani chaqasi o biz o meni ko'zga ilmabdi deb mishada qilmagan qilishimiz qilmaydi. Shuning uchun mana bu Rasululloh. Mana bu Rasululloh. Bizning payg'ambarimiz cho'ng, kichik, tul xotun kim chaqasa shu yerga berib mehmon bo'lib, yeb, duo qildi payg'ambar alayhisalom. Shu mehmondorchilikning adablaridan shu bergan tamoqqa, uy egasiga xayrlikni duo qilib, yaxshi tilaklarni tilab, endi qaytadi. Köpten köp rahmet. Bugünkü sualimiz şu temamızga münasebetlik ekan. Hem de şu mehmonga chaqiruvchi sohibxon kabr bo'lsa yoki pasix bo'lsa, bu mayli xizmat ishlayotganlarmi, masalan, ularga uchrashi mumkin normalda. Shularning bir normal bir uyga emas, normal bir mehmon chaqirish va ishlar bo'lsa-mi? Bular mehmon chaqirib qolsa qanday qilamiz endi? Endi Rasul Akram sallallohu alayhi va sallam kafirni ham mehmonmi qilgan? Kafir mehmon chaqasa mehmon qilmagan. Masalan kafir deganda bu yerda ahli kitobni ko'rsatib yo'q, qandalam masalan payg'ambar alayhisalom ahli kitob mehmon chaqasi bo'lgan. Ammo bir kafir payg'ambarni qashqa kelsa mehmon qilgan. Hadisda bor. Masalan bir Yahudi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni bir ap nom bilan biznikidalik bir may bizalik seriq may deymizmi? Seriq may deb seriq mayvati burun çayımızı sepirdigan. Bir Yahudi chaqirib ashni mehmon qilsa payg'ambar sallam yegan. Ana bunda deganimiz masalan kafir mehmonga chaqasa basaq buludu, lekin chuqum u halal yemeklik bo'lish kerak. Uni ustiga sungan narsani halal haromni qilganda bilmasak yemaymiz. Masalan kafir mehmon qilib bizni halal oshxonaga olib mehmon qildi. Andikin bu kafir mandaqcha biz inshaalloh payg'ambar alayhisalom kafirga qanday muomala qiladi deb bir dars qilishimiz kerak. Ya'ni bir musulmon kafirlar qanday. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo sizlarni dininglarga tajovuz qilmagan, sizlarni jutdan qo'g'lab chiqarmagan kafirlar bilan antabarruhum va tuqsitu ilayhim. Ularga yaxshilik qilishinglarga va ular bilan adolat barobar ichida yashashinglarga Alloh cheklamaydi deydi. Bu qandaq gapir? Yani bizningki dinimizga daxl tarız qilmagan va bizni jutlarimizdan qo'g'lab chiqarmagan. Yani normal kafir bo'lib qolsa, ular bilan normal yashasaq bo'ladi. Normal yashashgan gap, mehmon ular bizni qishimizga kelsa, mehmon kelsak, ular mehmon chaqasa, basaq bo'ladi. Chunki bundan boshqa payg'ambar alayhisalom qo'shnilari kafir o bu bati berib, masalan, apirib sizlarga xo'mi qo'yib bersa, xo'pi halol. Nima emasmi? Sizlarga apirib mevchu qo'yib bersa, halol. Ama go'sht binas qo'yishcho, bu halalmi, harommi, buni chuqum bilishimiz kerak. Rasulullohning qashiga bir kafir mehmonga kelgan. Rasululloh uning qosh yeni bas, yeni yeydi, yeni bas, 4 o'g'loqning sutini ichib bo'ldi-da. Shundan ki mehmon qilib uyga olib buniga da'vat qildi. Da'vat qilib shuning bilan atisi yeni sut versa, aran bir o'g'loqning sutini ichib bo'ldi. O dese şuna Peygamber Aleyhisselam kafir 7 üçeyge yeydi, Müslüman 1 üçeyge yeydi. Abi bugünsü o müşrik miydi o? O cin müşrikti. Cin müşrikti.
Shuning uchun mehmon bo'lsam bo'ldi, lekin bu normal kafir bo'lish kerak. Ammo bizni yo'q qilib bandayotgan, dinimizni daxl qilgan kafir bo'lsa, Xitoyda mehmonlar bo'lib ketmasin ham. U yoqsa uni shu bilan uni mehmon qilib, yo'q, u bizning dushmanimiz, maydonimiz bo'lish kerak. Ma'voy normal. Bizning dinimizga daxl taroz qilmagan, bizni jutumizdan qo'g'lab chiqarmaganlar bilan normal. Ham shu jarayonda islomga xilof ishlarni qilsak bo'lmaydi. O mehmon kan deb, uning Abu Kafir kan deb, qana qilamiz ana bu deb islomga xilof ishlar bilan mehmon qilsak bo'lmaydi. Ulamolarimiz mush buldu degan fatvoni bergan ulamolar shu jarayonda islomga xilof bir ishlar bo'lmaslik kerak. Masalan, ayollar olib qolsa, Xitoyning ayollari olib qolsa, ondan yolg'iz o'tirib yoki nomahram ba'zi yo'q, Xitoydan chiqarib o'tgan bo'ldik kim edi? Ya'ni kafir hamda. Bizning masalan og'zim kelib qoldi hamda. Masalan, normal kafirlar bilan biz bilan dushmanlashgan kafirni farq etish kerak. Shunga lekin demak bo'ladi hamda. Ular mehmon chaqirsa basaq bo'ldi. Ularni bir ish munosabat bilan, masalan biz qo'shnimiz bor ekan, bir kafir qo'shnimiz. Normal uningga o'zimizning mehmon do'stligini, islomning mehmon do'stligini ko'rsatib qo'ysak, ya'ni dinda cheklama yo'q yani. Xo'sh. Ko'pdan-ko'p rahmat. Vaqt e'tiborli bo'lgan yana bir shartda to'xtaydi. Ko'pdan-ko'p rahmat etamiz inshaalloh. Qolganini yana davom ettiramiz. Qadrli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib programmamiz bugun mushada oxirlashdi. Inshaalloh yana bir qatma programmada ko'rishguncha Rabbim ömür bahsi görüşümüz albatta. Sizlarni Janobi Allohga topshiramiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.